Assalomu alaykum akalar, ukalar. Xo'p, mana mijozimiz aytgan zakaslari tayyor bo'ldi. Eshiklariga kirish qismi katta vitraj. Xo'p, pastda tayyor bo'ldi buni ishimiz. Xudo xolasa aynalari qoldi, buni aynalari. Ertaga xudo xolasa o'rnatamiz, o'zimiz olib borib chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Xo'p, bundan tashqari romlari bor, spannilariga, mana bitta spannilariga. Xo'p, keyin oshxonalariga, keyin detskilariga bitta romlari bor. Xo'p, keyin bir dona eshiklari bor mana. Xo'p, bularda ertaga xudo xolasa o'rnatib bo'lib, yana tayyor bo'lgan joyiga tushgandan keyin yana bir bor videoga olib joylaymiz. Xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqishlari mumkin. Nomerimizni qoldiramiz pastga. Joninglar sog' bo'lsin.